Jaloliddin ismining ma'nosi. Jaloliddin musulmon xalqlari orasida keng tarqalgan ulug' va chuqur ma'noga ega erkaklar ismidir. Kelib chiqishi arab tilidan olingan bo'lib, jalol ulug'lik, buyuklik, shon sharaf, qudrat, din, e'tiqod ma'nolarida, to'liq ma'nosi esa dinning ulug'ligi, dinning sharafi va qudrati degan ma'nolarni anglatadi. Asosiy ma'nosi dinga sodiq inson, hurmat va obro' egasi, ulug' va sharafli kishi, ezgulik va adolat tarafdori. Batafsil talqini ulug'lik va sharaf ramzi. Jalol so'zi buyuklik va yuksak martabani anglatadi. Shu sababli bu ism egasiga obro', hurmat, yuksak fazilatlar tilab qo'yiladi. Bu ism bilan mashhur tarixiy shaxslardan biri Jaloliddin Mangubirda mavjud. U Mo'g'ullar istilosiga qarshi kurashgan jasur sarkarda sifatida tarixda katta iz qoldirgan.